Chefbook video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Umuman eski saytidan asar qolmagan. Yaqinroq olinglar. Shunchun desam. Yaqinroq ko'rsatinglar bu chiroyli qizni. Qayerda olding buni? Kimligini bilsam o'zi. Mana shu qiz o'sha yomon qiz. Yomon qiz deb endi mana farzand nima, oila nima bilmas ekanman, rol ekan deb o'ynaverganman. Saydaxondan mana o'rgandim. Baqaloqqina. Kam masalliq ketadigan ajoyib nonushtani albatta tayyorlab ko'ring. Faqat My5 kanalida Chefbook loyihasida tomosha qiling. Albatta. So let it go, that's the way that it goes. Bubbles. Assalomu alaykum Chefbook loyihasining aziz muxlislari. Sizlar bilan biz sevimli oshxonamizda yana qandaydir mazali taomlar tayyorlaymiz degan bir maqsadda o'tirgan edim, ammo bizning mehmonimiz kelib, bugun ovqat tayyorlamaymiz, aksincha ajoyib nonushta tayyorlaymiz deb aytib qoldilar. Hozir o'zlaridan eshitamiz. Kelinglar, oshxonamizga ularni taklif etsak. Demak, bizning sevimli oshxonamizda ajoyib sevimli aktrisalarimizdan biri va ko'plab filmlarda yaxshi, ijobiy va salbiy rollarni maromiga yetkazib ijro etadigan aktrisa Saida Saidbekova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Charchamayapsiz. Qalaysiz? Rahmat. Uyda farzandlar, Ha, turmush o'rtog'ingiz hamma yaxshimi? Hamma yoqda tinchib, joy-joyiga Qiynalmayapsizmi? Yaxshi hammasi. Ko'rgandan xursand bo'ldim. Avvalo taklif uchun rahmat. Ko'rsatuvlaringizni ko'rib boraman. Ko'pchilik san'atkorlarimiz iloji boricha yaxshi, qiyin ovqatlar qilishga harakat qilishadi. Shuning uchun bugun qanaqadir noodatiy bir o'zgartirish kiritmoqchiman. Xafa bo'lmasangiz. Yaxshi, men Osongina ovqat tayyorlaysiz deb o'yladim, lekin bilinchik bilan bir nimadir karkadeymi, nimadir deydi. Karkadeli choy. Karkadeli choy. Qanaqa choy? Qayerdan o'rgangansiz? Ajoyib choy. Oilaviy maza qilib ichamiz biz ham. Chet elda o'rganganmiz. Restoranlarga borsangiz, hozir ko'proq mana shu bitta restoranga borganimda shu choydan olib kelganda, o'shanda juda ham ta'mi yoqqanligi uchun erinmasdan kirib so'raganman. Lekin oddiy mana shu karkadel. Choy. Demak, choyga nimalar qo'shasiz yana? Choyni ichiga apelsin po'chog'i, shakar, qirva karkadelni 1 litr suvga qaynatib olamiz. Zo'rku. Qaynab chiqqandan keyin uni ichiga miyata qo'yamiz, layman va limon suvini ham va apelsin suvini siqib qo'shamiz. Bu nima ice bilan, ya'ni muzdek holatda tortiq qilinadimi? Muzdek issiqqina choy. Issiq ichsangiz ham, endi albatta hozirgi issiq kunda muzdek ichishni tavsiya qilaman. Ichimlik, ya'ni ice tea ko'rinishida ham ichsa bo'lar ekanda. Zo'r. Bizga yoqdi juda ham. Choyni solib va ko'rinishi ham chiroyli bo'ladi. Yo'q, bizni qiziqtirib qo'yingiz. O'ylashimcha tomoshabinlarimiz ham qiziqishyapti. Qanaqa bo'lar ekan deb. Ishni boshlaymiz bo'lmasa. Boshlaymiz. Bubbles. Keliningiz ham o'sha kitobdagi video retseptlarni ko'rib bazanda bo'lib ketgan. Sizlar ham opa-singillarga, ayolinglarga bemalol sovg'a qilsanglar bo'ladi. Chefbook mazali retseptlar mana shu yerda. 3 qoshiq solsak yetadi 1 litr suvga. Juda zo'r bo'lar ekan. Suvga yana ham zo'r. Voy, juda zo'r. 2 ta, 3 ta. Yetadimi yana qo'shing? Yana ozgina. 3 qoshiq to'la bo'lmadi. Bo'ladi. Ko'pgina Bo'lsa nima? Kinoda solishadi, tuzni solgandek. Chunki bizda jamoamiz juda ham ko'p, maza qilib ichsin, hammani og'zida yesin. Va shakar solamiz. Bubbles. Saydaxon choy tayyorlaydilar, men esa bilinchiklarni masallig'ini tayyorlab turaman. Yana sizga eng qiyinini beraman. Qiyinroqmi? Yordamlashib turaman. Ha, bo'ldi. Siz tayyorlagunizcha men bo'lmasam apelsinni qirishdan o'tkazib, bunga solaman suvni. Boshladik. Unda men sutdan boshlayman birinchi bo'lib. 2 dona tuxum. Buni po'stlog'i juda ham zo'r ta'm beradi-da. Shuning uchun po'stlog'ini albatta solish kerak joyiga. Shakar soldik. Shakar 2 qoshiq. Ko'proq qo'shdim. Shirin bo'lib ketsa ham me'daga tegadigan shirin bo'lib qoladi. Razrikli solamiz. Keyin demak un solamiz, to'g'rimi? Da. Ayniqsa bilinchikni bolajonlar mazza qilib yeyishadi. Gapirmang.
Hammaga yoqadi yosh u qari. Apelsinni po'chog'ini mana shuncha miqdorda qirg'ichdan chiqarib olsanglar yetadi. Chunki bu ta'mini buzib yuborishi mumkin ko'p. To'g'ri, buni qarang. Apelsinga Qirg'ichdan mos tushdi. Qirg'ich emas, taxtakach. Taxtakach. Aziz tomoshabinlarimiz hayron bo'lib qarab turishgan bo'lishlari mumkin. Bu chiroyli qiz kim ekan deb o'zgarib ketgansiz. Juda ham go'zalligingizga go'zallik qo'shilib. Umuman eski Saidadan asar qolmagan. Yaqinroq olinglar, shuning uchun Ana desam. shu yaqinroq ko'rsatinglar bu chiroyli qizni. Farzandim filmida o'gay ona rolini shakllantirgan aktrisamiz mana shu qiz bo'ladi. Yeshamagur. Qayerda olding buni? Kimligini bilasanmi o'zi? Mana shu qiz o'sha yomon qiz. Endi paytlar sochlarim uzun bo'lgan. O'sha payt yomon qiz edim deng. Yomon qiz edim endi mana farzand nima, oila nima bilmas ekanman. Rol ekan deb o'ynaverganman. Hozir oilali bo'lib, farzandning qadrini, oilani qadrini juda ham yaxshi tushunib qolgan. Afsuslanasizmi o'sha rolni ijro etganingizga yoki yo'qmi? Endi nima deydi, o'zim boshida xohlamaganman albatta, qanaqa qilib uraman, chunki birovni bolasini urish, yosh bolani urish tomoshabinlarning ko'ziga xunuk ko'rinib qolishdan juda ham qo'rqqanman, lekin ustozim aytganini qilganman, yo'q deya olmaganman. O'zim norozi bo'lsam ham, lekin o'ynaganman shu rolda. Lekin bir tarafdan xursandmanki, shu odamlarga foydasi tekkanidan, shu roldan qancha ta'sirlanib ko'rib, o'ziga shu xulosa chiqargan insonlar bo'lgan. Foydasi tekkandan albatta xursand bo'laman. Xursand bo'lasiz. Ham Dilnoza Qobayeva bilan va yaxshi mashhur xalqimiz ardog'li san'atkorlar bilan bir sahnada bitta kartinada suratga tushisham bu albatta katta baxt. Albatta, o'zi bilasizmi, bu kinoga kirish jarayonim ajoyib bo'lgan. Bu filmda meni o'gay rolga emas, rejissyor o'zi ko'rmay turib, rasmimni ko'rgan shunchaki. Ustozimiz Muyassar appa Berdiqulova tavsiya qilganlarda, mana shu shogirdim shu qizga ham rol beringlar deb. Keyin rasmimni ko'rsatsam, mayli, Ovsinni roliga olamiz deyishgan. Ovsinga. Keyin xo'p deganman va teatrga ustozim oldiga ko'rishga borganimda o'sha kuni rejissyor o'zi kelgan ekan. Shundoq qaragan bittada juda ham taniqli aktrisani olishgan bo'lgan kundosh roliga. O'sha payt juda ham shakardi, hammasini savoramiz Shahzoda. Mayli, so'ring. Juda ham trenddagi aktrisa bo'lgan. O'sha kundosh rolini o'ynaydigan. Ana. Va Shuhrat aka Qahhor, Elyor aka Hashimov rejissyorlar, ular meni o'zimni tabiiy ko'rib, "Нет, она будет играть вторая жена" deyishgan. O'zimni ko'rib turib fikrlari o'zgarib qolgan. Siz o'zingiz qanaqa reaksiya qilgansiz? Ikkinchi xotin roliga hali turmushga chiqmagan vaqtingiz baribir. Men rol talashganman. Yo'q, men o'ynamayman unaqa. Men Ovsinda o'ynayman. Nimaga meni kundoshga qo'yadi deb o'sha o'zimcha yig'lagan paytimman bo'lgan ekan. Ssenariy ham berishmagandi Ovsin rolda. Ikkitadan 3 epizodim bo'lgan ekan. Og'zaki tushuntirishgan. Вторая женада o'zlari uyimga kelib, ssenariyni tashab, yaxshilab tayyorlanib, gaplashib, holatimni tushuntirib ketishgan. Shunaqa bo'lgan. Endi kadr ortida bo'ladi-ku, buni ko'pchilik bilmaydi. Shu o'rinda aziz tomoshabinlarimiz uchun Farzandim filmidan bir epizodni havola etishlarini iltimos qilib so'raymiz. Bir eslaylik. Faqat urgan joylarni qo'ymaylik, iltimos. O'sha joylarni odamlar battar yomon ko'rib qoladi. O'zi oxirgi paytlar salbiy rollardan qochib yuribman. Dilingizdagini ayting. Ayting, iltimos sizdan ayting. Jon Sarvxon, dilingizdagini ayting, jon bolam. Dilimdagi nima? Ko'nglingizga siqqanini so'rang. Eshiting bo'lmasa. Hovlingizni nomimga o'tkazib berasiz. Sud haqi shu bo'ladi. Bor yo'q, shumi? Buni hech kim bilmasligi kerak. Bu ikkinchi shartim. Uchinchisi, nabiramni ber deb kuyovingizdan o'zingiz so'raysiz. Bubbles. Hurmatli erkaklar, hoziroq Chefbook kitobini xarid qiling. O'shanda uyga kelganingizda ayolingiz sizga restoran taomlarini pishirib qo'yishadi. Ushbu kitobda o'zbek milliy taomlaridan tortib, jahon taomlarigacha har xil desertlar, tortlar, pishiriqlar, nonushtalar uchun tavsiyalar, professional sirlar hamda eng asosiysi turmush o'rtog'ingiz hamda qaynonangiz uchun lol qoldiradigan mazali retseptlar joylangan. Saida Saidbekova yana qanday filmlarda rol ijro etganlar? Yana
ijobiy rollarim juda ham ko'p bo'lgan Shahzoda, Ko'p-a? lekin ko'pchilik o'sha rollar bilan Eslashmaydi. Suhrob Hasanovni 3ta 4ta filmida o'ynaganman, lekin o'sha filmni ko'rganlar bor. Lekin 90% farzandim bilan eslashadi. Meni ham misol uchun shu rolingiz yodimda Shu o'ylayman. Bir umrlik haligi shtamp bo'lib qoladi-yu. qoldi. Misol uchun men ham 20 dan ortiq filmlarda rol o'ynayotganman, lekin uni Sizni eslash tundan tonggacha faqat manam bilan eslash. Pishgan, pishmagan kelin o'sha bo'lar odam bo'lib qoldi. Qani? Banan hali xom? Yo'q, pishgan. Xom. Voy ana, pishgan. Pishmagan. Pishgan. Pishmagan. Pishgan. Yo'q, hali pishmagan. Pishgan. Pishmagan. Pishgan. Pishmagan. Pishgan. Pishmagan. Pishgan dedim-ku. Bubbles. Endichi bunda o'ylab qarasangiz, 100 dan ortiq rol o'ynab, hech qaysi rolingiz bilan eslamagandan ko'ra, Bora, mayli salbiy shunisi bo'lsa ham yaxshi. eslashgani yaxshi. Shunaqa. Xamirni ham yaxshi boplabsiz zo'r qilib. Siz gapirib, gap sotib turguningizgacha kelin poshsha, men hammasini qilib qo'ydim deydi. Ko'pchilikda bilinchik bilasizmi, solganda haligi to'planib qoladi xamiri. Endi yaxshi bo'ladimi? Aziz tomoshabinlar, biz bilinchigimizga, ya'ni quymoqqa ozgina yog' qo'shamiz. 4 qoshiqcha solsak, menimcha yetsa kerak, to'g'rimi? Bu tovada yopishib ketmasligi uchun albatta. Va uni ko'pik bo'lib chiqishiga ham ta'siri O'zi bormi? bilinchik pishirishni o'zingiz ham juda ham yaxshi bilar ekansiz. Yaxshi bilaman. Faqatchi men yog' solmayman mana shunaqa. Demak, azizlar, men bilmagan narsalarimni mana shu loyihada boshlovchi bo'lib o'rganyapman. Men misol uchun har birini tegini yog'lab turaman-da, alohida. Ana endi tovaga yog' solishni hojati yo'q ekan. Ichiga solib yuborsanglar bo'lar ekan. Qulaygina qilib ichiga solsanglar ham bo'ladi. Bu yopishmaydi. Saidaxondan mana o'rgandim. Yopishmaydi deb maqtanib kuydirib yuborsak, gap bilan bu. Bubbles. Shahzoda, siz birinchi qilgunizcha men bo'ladi, suvini siqib turaman. Marhamat, bemalol. Men har bir bilinchikni olgandan keyin ustiga mana saryog'lardan ozgina bo'lakchalarni qo'yib, bunday qilib eritib surib qo'yapman. Chunki Ta'bga ko'ra saryog' bilan. O'sha saryog'siz baribir o'sha quymoq bo'lmaydi men uchun. Sizda ham ovqatlarga ham qo'shaman saryog' o'zi. Juda ham mazali chiqadi, bilasizmi? Kuydirilgan saryog'. To'g'ri edi, to'g'ri. Quymoqni baribir bolajonlar yaxshi ko'rishadi-yu. Juda ham. Kichkinaligimda ham yodimda kutib turardim, keyingisi qachon pisharkin deb. Tez yeb qo'yardik-da ukam bilan. Keyingisini tezroq pishirsalar onam navbatda turib shoshib talashib shunaqami? Quymoqqa ham orasiga har xil ichiga narsalar solsa vashi. Endi aytmoqchi edim, hozir zamon rivojlanib, hattoki bilinchiklarni ham bezab, shokoladlar surib, Biz talabalik davrlarimizda oddiy bilinchik bo'lardi. siz ham balki shunaqasini tanovul qilib ko'rgan bo'lsangiz kerak. Blinov degan joylar bo'lardi-da. Talabalik davrlarimizda qizlar bilan borardik. Ichida qo'zi qorinligi bo'lardi, quymoqlarni, sirligi, shokoladli, murabboli, oho, har xil tovuqli, Bilinchikda har xil qaylani, qiymalari har xil bo'lardi-da. Shunaqangi yoqardi. Ayniqsa o'sha qo'zi qorinligini juda sevardim. Yo'q, uyda ham qilib turasizmi? Tayyorlab turaman. O'sha ozgina piyozga qo'zi qorinni maydalab solib, yog' bilan qovurib, tuzla solsa zo'r bo'ladi. Bilinchikka o'rab keyin yeydi. Ha, birinchi orasiga o'raysiz-da. Unda u qo'zi qorinlida menimcha birinchiga shakar solinmasa kerak-a? Kamroq solasiz. Laymni kesib olsak ham bo'ladi. Va suvidan ozgina apelsinga ham siqib solib qo'yamiz. Choyingiz tayyor bo'lib qoldimi siz? Choyimiz tayyor, hammasini to'g'rab, suvini siqib, endi ozgina suvimiz sovisa, Demak, siz quturibsiz, tayyor bo'ldi ishingiz. quturdim. Siz ishingizga mahliyo bo'lib qarab turibman. Ana. Endi keyingisi. Rangini ko'rdinglarmi? Choyimizni qanaqa chiroyli. Vau, buncha zo'r. Karkade shunaqa chiroyli rang beradi. Mana shu karkadeni yaproqlaridan tagiga ham bir ikkita solib qo'ysangiz bo'ladi. Endi buni muzlatgichga solib qo'yamiz va muzlab chiqqandan keyin apelsin suvi, laym hamda yalpiz solamiz. Bubbles. Saida, siz mana shunaqa qilmda otish bilasizmi? Yo'q. Nega bilmaysizmi? Hech ham qilib ko'rmaganmisiz? Manichi, Hozir Shahzoda, ko'ramiz. qo'limdan narsa tushiradigan odatim bor. Rostdanmi? Shoshmang. 1, 2, hoppa. Qoyil. Qila olasizmi? Yo'q, qani? Tushirib Faqat tushirib yuborsa. Diqqat qilamiz. Yuzimga yoqib qolmaydimi? Ketdi. Ha, o'xshadi. Yomon emas birinchisiga. Ana.
Saidaxon 2 nafar farzandingiz bor. Bu haqda bilganlar bor, bilmaganlar bor. Farzandlaringiz haqida gapirib bersangiz, necha yoshda ular? Farzandlarim ikkita qizaloq, juda ham sho'x, bir-biridan to'polonchi, 10 ta o'g'il bolani o'rnini bosadigan darajada sho'xlikda bergan Xudoyim. Ishonaman. O'shaning uchun ham 6 yil tanaffus qilib, farzandlar bilan o'ralashib, ijodda ozgina chekinish bo'lgan. Девочка бol ayko. Janasa sizday tur. Unchama ayko. Voy. Qoqqanasiz, sonisiz. Jutoy bolalarga salom. Wow! Biza muzika aytdik. Oyim haydan aytadi. Muzika qo'yib olib, o'zida Instagramga qo'yadi. Bubbles. Har kuni nima nonushta tayyorlasam ekan? Bugungi kechki taomni qanday menyu bilan bayram dasturxoniga aylantirsam bo'lar ekan deb bosh qotiryapsizmi? Bizning jamoadan Chefbook pazandalar kitobi sizga yordamga keladi. Kitobni ochasiz, telefoningiz bilan QR kodni kiritasiz va qarabsizki 70 xil retsept sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Siz bu videodan qarab tayyorlagan barcha taomlar albatta o'xshab chiqadi. Chunki barcha sir asrorlar sizga ochilgan bo'ladi. YouTube'dagi videolarda eng qiyin sir asrorlarni berkitishgan bo'ladi. O'zimiz bunga guvoh bo'lganmiz. Sal katta bo'lgandan keyin aqli kirar ekan. Necha yoshdan keyin bosiladi? 5 yoshdan keyin. 5 yoshdan keyin. Ko'pchilik aytadi 3 yoshdan keyin yurishni o'rgangandan keyin lekin teskarisi bo'lar ekan. Chunki 3 yoshdan keyin bola juda ham injiq qaysar bo'lib qolar ekan. Shunaqa, bizda ham shunaqa bo'ldi. Demak, 4,5 yosh hozir qizim, 5 yoshdan ancha yaxshi bo'lar ekanda. 1 yilcha deysiz. Yarim yillik, hozir 4,5 yosh. Yarim yil. 5 yoshdan keyin juda ham aqlli bo'lib, dastyor bo'lib yoningizga kirib qoladi. Rostdan. Biz endi u etaplardan o'tdik. Shuning uchun mana hozir bemalol syomkangizga kelib ketyapman, erkin ijod qilyapman. Syomkalarga ham o'zim borib, oldin juda ham qiynalardim. Enagasi bo'lsa ham yopishib olardi, enagaga bormasdi. Hattoki shunaqa holatlarda, krupniy kadrlarda qo'limda bo'lgan. Krupniyda bolani olmasdan olgan. Mayli, yig'lamasa bo'ldi, qo'lingizda turaversin, yuzingizda o'zini olamiz degan holatlar ham bo'lgan. Juda bog'lanib qolgan bo'lganda sizga farzandlaringiz. Erka, qancha erkalatgan saringiz bola shuncha sizga yopishib olar ekan. Men juda ham erkalatganman. To'g'ri. Paypaslab, katta qilganman deydi-yu. Lekin baribir tan olish kerak, bosh farzandga juda ham qiyin. U yetakchi bo'ladi. Shunaqa. O'zidan keyingi ukalarini, singillarini tortib yurish kerak. Ish qilgan ham, bechara u. To'g'ri, gap eshitgan ham. U siz o'zingiz nechinchi farzand bo'lgansiz? Men katta farzand. Juda siqilib gapiribsiz-da. Juda ham. Chunki biz ham 5 ta farzandmiz oilada. Ketma-ket bo'lgandan keyin egizaklar bor bizda. Onam qarashga qiynalar edi. Egizaklarni katta qilibsiz. Demak, sizga ish bo'lmabdi, o'zingiz farzandlaringizni katta qilishar. Shunaqa bo'lgan o'zi. Yoshligidan kichkina ona bo'lib qolganman. Malakali ona bo'libsiz-da o'zi ham. Shu egizak farzand singillarim oyim berib qo'yardi, beshikka belishardi. Shu ikkita beshikni tevratib, ko'chalarga chiqa olmasdim. Singillarimga qarayman, onamga yordamlashaman deb. Charchab ketadi. Bolaligim bola qarash bilan o'tib ketgan. Yo, lekin mayli, uydagilarim shunchalik sharoit qilib bergan, ijod qilishimga yo'l qo'yib berishgan, o'qitgan, ularni bizga bergan tarbiyalari bilan mayli shu darajada hammamiz yuribmiz. Ota-onalarga ming rahmat. Bubbles. Mana azizlar, bizning quymoqlarimiz tayyor bo'ldi. Ana endi buni ichini bezatish bosqichiga o'tamiz. Buning uchun bizga shaftoli 2 ta va banan kerak bo'ladi. Mayda qilib to'g'rab, aralashtiramiz. Shokolad bilan orasiga shokolad suramiz. Juda ham mazali bo'ladi. Albatta, oila davrasida siz ham tayyorlab ko'ring. Boya aytib o'tganimizdek, quymoqni ichiga xohlagan narsangizni solsangiz bo'ladi. Qulpini ham solsangiz bo'ladi. Voy, zo'r bo'ladi. Marina qulpinilar bilan. Siz u ishlarni qilguningizcha muz solib, apelsin suvini solib, keyin yalpizni solamiz. Voy, hozirgi issiq kunlarda ichsangiz zo'r bo'ladi. Juda ham. Apelsin suvimiz. Va laym qo'shamiz albatta. Chunki laymni suvdan ham qo'shdim, apelsin suviga. Juda mazali bo'ladanga o'xshayapti. Ishtahalarim ochilib, voy, hidlarini-chi o'rtoqlar, sizlarga tasavvur qilib tushuntirib bera olmaymiz. Juda ham zo'r. Ana. O'zimni restoranda his qilyapman yoki bir Dubay plyajlarida o'tirgandek his qildim. Bu
bo'ldi. Endi o'sha joylarga Siz olib borsangiz, ketaman. sayohatga ko'p borasiz-ku, sizga tayyorlab beraveraman. Oshpaz qilib olasiz. Zo'r ekan. Laymlarini ozgina bunday ezib qo'ysak ham. Teatrda ishlamayapsiz-a hozir? Teatrda ham ishlayapman. Rustammi? Ijodni sog'inganim uchun Hammasiga ulguryapsizmi? Hamma joyda dazmol qilsangiz ham chiqarmayapti. Iltimos dazmolingizdan chiqmay, o'z Hech dazmolingizdan bo'lmasa dazmolga ish qolsin deb. dazmoldan o'z har kuni men chiqyapman desam. Hazillashaman. Mana o'rtoqlar, qaranglar qanaqa rangi ham chiroyli bo'ldi. Yalpizlari, laym. Voy. Va ta'mi o'zgacha bo'ladi. Endi buni muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Muzlaguncha. Bubbles. Ushbu video kitob shunchaki retseptlar emas. Bu oilaning "Wow" degan hayrati, qaynonalarning maqtovi, mehmonlar oldida esa haqiqiy faxrdir. Restoran ta'mi o'z uyingizda. Ortiqcha xarajatlarsiz yangi menyudan bahra oling. Siz hozir buyurtma bermasangiz, ertaga yana oddiy ovqatlanishingizga to'g'ri keladi. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Qaysi teatrdasiz hozir? O'sha o'zi tug'ilganimdan beri Milliy teatr aktrisasiman. Tug'ilganingizdan. Qaysi spektakllarda? Spektakllarda Sizsiz o'tmas kunlarim, o'tgan kunlar, Zaynab. Sizsiz Rustammi? o'tmas kunlarimda ham zamonaviy Zaynabman. Hamma joyda Zaynab bo'lib ketdim o'zani. Farzandimda ham Zaynabga o'xshagan. Peshonangizga yozilgan ekan Zaynab bo'lish. Zaynab bo'lish aytmang. Hech kumush olmadingiz-a? Kumushga taklif qilishgan, lekin mana shu farzandimdan keyin qanaqadir Zaynab bo'lib ketdingiz-a? Zaynab bo'lib ketdi. Demak, o'sha farzandim aybdori hammasiga, to'g'rimi? Farzandim filmi hamma salbiy rollar qirolichasi bo'lishimga ham, Zaynab bo'lishimga ham farzandim. Tomoshabinlarimiz orasida aktrisa bo'laman kelajakda deb o'ylab turgan qizlarimizga biz tavsiya etmaymiz. Birinchi rolni Salbiydan boshlamasin. Keyin o'sha obraz bo'lib ketar ekanda, tortib ketadi, qarang. Teatrda maza qilasizmi yoki Sahnada albatta. Sahnada. Chunki sahnada yuragingiz bir marta ishlaydi-da. Va sahnada hech qanaqa xato qilishga haqqingiz yo'q, chunki u jonli. To'g'ri. Tomoshabinni alday olmaysiz. To'g'ri. Kamerada xato qilsangiz, albatta to'xtang, boshqatdan dubl qilamiz, o'xshamadi deydigan joylar bor. Gapirmang. Sahnada bo'ldi. Bir marta yashaysiz. Yuragingiz ham shunga yarasha bir marta ishlaydi. Qanaqa Aktyorlarni- qiziqarli voqealar bo'lgan spektakl vaqtida? Voqealar ko'p bo'ladi. Endi masalan, so'zingiz esingizdan chiqib qolishi Ha, nima qilasiz shunaqa vaqt? Bitta yaqinda bitta aktrisamiz tarixiy spektaklda rol o'ynayotdilarda, kasal bo'lib qolganda doktorni, shifokorni, tabibni chaqiring deyish kerak bo'lgan. O'sha yerda doktorni chaqiring deyordilar. Tarixda doktor so'zi bo'lmagan. Chindan. O'zlari ham rosa kuldilar. Voy tilim qursin. Voy esim qursin deb rosa kuldilar. Ya qarichilik qursin. Qolgan so'zlar qilg'oningdaydir. Doktorni chaqiring, doktorni chaqiring. Tomoshabinga yetib kelmadi. Tomoshabin yoshi katta. Sezmayapti uni kirib tomoshabin. ketgan edi-da, u joy o'tib ketgandan keyin kulgi bo'ldi. Voy, kulishdimi? Sezib qolishdi Sezganlar demak. nim kulgi bo'ldi, bilganlar bo'ldi, bilmaganlar haligi holatda kirib tasavvur qildim. Tushunmay qolganlar ham bo'ldi, lekin biz baribir har bitta sahnada e'tibor berib turamiz. Sahnani pardani tagida bo'lamiz, rolimizga tayyor turamiz. To'g'risini ayting, qayerdan o'rgandingiz buni, retseptini? Ya'ni qayerdan ko'rdingiz? Internetda. Rostdanmi? Internetda. Va bezak uchun mana shunaqa yalpizdan ham foydalansak, ana. Qalay. Vau, zo'r-ku, xuddi restorandagi ko'rinish. Qarang, restoranlarda mana shunaqa qilib tortiq qilishadi-yu. Faqat yonida muzqaymoqlarmi, Muzqaymoq, qulpini, yana banan, bir nimalar ijod qilsa bo'ladi. Masallig'im ko'payib ketmadimi? Qarang, ko'rib bering. Dumboq qilasiz, mayli. Mayli bo'ladi. Suyimiz bo'lib ketdi, qaranglar, o'rtoqlar. Mevali bilinchi bo'ldi. Mayli qo'yib, yeyishga Baqaloqqina. Mayli endi. Bunisi o'zimga yeyman. kerak emas. Bezab qo'yaylik. Shokolad ham sizga shunga yarasha bo'ldi. Va albatta yong'oq, pistani maydalab ustiga sepsanglar yana ham chiqadi. Yalpiz shaklisi. Albatta, eng zo'ri meniki bo'lsa. Shungina bo'ldi. Restoranlarda bunaqa dumboq ko'hlik. Qayerganda o'rtasam. Mana hozirgina o'rgandim saytidan, bir tarafigagina qilish kerak ekan. Men esa hamma joyiga to'kdim. O'shanda yaxshi bo'ladi.
Aziz tomoshabinlar, mana bizni ajoyib birinchimiz va mana bunaqa karkade choyimiz tayyor bo'ldi. Bu endi biz uchun ice tea. Turli xil joylarda xolasangiz ice tea, xolasangiz issiqqina choy qilib ham tortiq qilishingiz mumkin, ya'ni mehmonlaringizga. Saidaxon, sizga kattakon rahmat tashrif uchun. Juda ham xursand bo'ldim. O'ylaymanki, mazali bo'lgan. Tatib ko'raylik endi. Man ko'rsatganman, siz tatib ko'ring. Baho bering. Albatta. Ko'rinishidan juda ham mazali bo'lganga o'xshar. Ko'rinishlarni o'zingiz bezab berdingiz, chiroyli qilib. Albatta, yordam Dizaynerligingizga bordingiz. Rahmat. O'zimni baqaloq bilinchimni qoldirdim. Chiroylisini tatib ko'raylik. Endi sizni ham qo'lingiz tegdi, yana mazali chiqqan bo'lsa kerak. Zo'r. Haqiqatdan ham zo'r o'rtoqlar. Buni albatta siz ham oila davrasida tayyorlashingiz shart va zarur. O'ylaymanki, bolajonlaringizga ham juda ham yoqadi. Va har qanday mehmonlarga. Salbiy xususda baribir mazali bo'ladi-da, bilinchi. Shu taraflar menga juda ham yoqdi. Endi ichib ko'ramiz karkade choylarini. Ko'rsatuvimiz juda ham xush kayfiyatda boshlanib, juda ham chiroyli yakun topdi. Albatta mehmonimizga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Ijodingizga omad, har doim mana shunaqa go'zal bo'lib yuring va ijoddan hech ham to'xtamang. Sevimli ona, sevimli rafiqa bo'lib yuring. Sizga yaxshi ko'ramiz va aziz tomoshabinlarimizga ertalabki mana shunaqa mazali taomlarni, mazali nonushtalarni farzandlaringiz bilan oila davrasida tayyorlab turing demoqchi edik va bizning loyihamizni kuzatishdan hech qachon charchamang. Sizlar bilan Chef Book loyihasi va men Shahzoda. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Chef Book video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.